TDM taktika, top ikkita fishka. Birinchisi, teammate'imizga push qilayotgan paytimiz u albatta pik bilan bizni kutib oladi. Shu uchun biz ana bu yashik ustiga chiqib olamiz va o'qlar yomg'iriga tutamiz uni. Ko'rib turganingizdek, bu fishkamiz ish berdi. Endi ikkinchi fishkaga o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, raqibim chap tomondan push qilyapti. Biz uni o'ng tomonda pikda ushlaymiz. Bu yerda xato qilib, kattagina uron yeb oldim. Ko'rib turganingizdek 0 HP. Endi albatta dushman menga push qiladi. Men qochishga harakat qilishim kerak. Mana, qochib ham oldim. Endi dushmanim albatta menga o'ng tomondan push qilish kerak. Lekin u chap tomondan push qilishni boshladi. U albatta o'ng tomondan push qiladi va jonim 0 HP ekanligini biladi. Lekin men uni yaxshigina kutib olaman. Agarda video sizga yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.